Hammaga salom do'stlar. Bugun siz bilan Instagramda juda ham mashhur bo'lgan MOBA rejimini o'ynab ko'ramiz va buni Magic Chess'dan o'ynasanglar bo'ladi. Magic Chess o'rnatasizlar va rejimda Go MOBA degan turadi mana shunaqa. Hozir Johnsonda o'ynashga harakat qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Go siz mana shunaqa rejimni juda ham ko'p ko'rganmisiz? Pastdan qaraladi. Oddiy xuddi Mobile'da faqat pastdan qaralib o'ynaladi. Johnsonda haydash qiyin. Или boshqa giroylarda ham hamma narsa bilan qiyin. Johnson bor ekan, как hozir Johnson o'ynaymiz. Saqlanib qilmaydi ekan-da. Mayli. Johnson o'ynaymiz. Sizlarga video yoqadi degan umiddaman va bunaqa rejimni qidirib yurgan bo'lsanglar, mana shu video aynan sizlar uchun. Bu rejimni hozir afzalliklarini aytib o'taman. Qani ketdik. Hozir Alisa tanlanyapti. Chu tanlanyapti, ancha bilan ko'rinishini qaranglar. Umuman farqlar bo'lmayapti. Aurora ekan, Angela, Johnson. Ham giroyga hikmat tushunganim yo'q, eng tepasida turgan. Umuman tushunganim yo'q, umuman tushunarsiz. Fashi mazaq o'ynasa kerak turibman, chunki Instagramda ko'rib rost o'ynayam ko'raman, emash gameplay 100% bo'ldi. Hozir azinadan keyin o'ynab kiramiz. Ana gameplay ko'rmadinglar? Inbami? Ikkita ochilar ekan. Boshdan ikkilar bo'lar ekan sizlarda. Yugurishni qaranglar. Sakrash o'tib ko'rinmayapti. Biz oddiy sakramiz ekan, xuddi ekan u sakrash. Bo'lib ketdik. Bo'ldi, topdi sakrash. Zo'r sakrab devorlardan taqshat tutib qo'yar ekan lekin. Ochish qiyinligini ko'rasizlar. G'alati, lekin o'ynashinglarni maslahat beraman. Chunki Mobile'dan vashi boshqacha o'ynasanglar maza qilasizlar. Juda ham maza qilasizlar, chunki grafika boshqacha, hamma narsa boshqacha. Ham o'ynab ko'ringlar Mobile'dan. Bo'shab o'ynab ko'ringlar mana shuni. Magic Chess Go MOBA degan anaqasida, kartasida yangi chiqqan karta. Juda mashhur bo'ldi. Anolar urishishligisini. Hammasi yondan qaraladi, bitta uchli bo'lib turib o'ynaladi. Mobile'ga o'zi tepadan qarab o'ynaladi-ku fulka. Hammasi pastdan qarab o'ynaladi. Mazza ekan mana shu joy bor. Menga yoqdi. Hozir to'rt level bo'lsam, mashinasini haydab ko'ramiz. Hozir to'rt level bo'lsam. Qoch ketib qolgan bu yoqqa. Mashinasi. Давай. Voy. Ishoninglar, asab ekan mashinasini haydash. O'ynab ko'rishlar maslahat beraman. Vash yoqdi menga bu. Qutqar. Bo'ldi, ikkalasi qutqardi mana hozir. Juda ham yaxshi karta. O'ynashlar maslahat beraman. Lekin bu yerda xil yo'q ekan. Joninglar o'z to'lar ekan turganinglar sari. Bu plus ancha sizlarga. Chunki vaqt ketkazib o'tirmaysizlar, bemalol o'ynashga chiqarilgan tak. Rating bu seriozga chiqarilmagan, bemalol mazaqa vaqt o'tkazishga chiqarilgan o'yin bu. Hozir mashinasi. Vashi menga yoqdi. Mazza narsa ekan bu o'yin. O'ynasham vashi o'ynab ko'rishlarni tavsiya beraman. Xohlagan giroylarda o'ynashinglar bo'ladi. Ko'p personajlarni tekinga beradi o'yin boshidan. Mana misol uchun Johnson. Endi o'z Leyladan boshqa hech qanaqa personaj yo'q edi, lekin Johnson shundoq ham tekinga berdi. 3 ta kill qildim. 3 kill qildim. Zo'rman-da. Labboy odam o'ynasanglar, ja qiyin soperniklar tushmaydi umuman, maza qilib o'ynaysizlar. Instagramda hozir juda ham mashhur bo'lib ketdi. Kimdirlar qidirib yurgan bo'lsa, mana sizlarga qanaqa kirish, qayerda bor. Men to'g'risi eshitmaganimdan oldin men buni yo'q deb o'ylardim hichqatda. Rost yo'q deb o'ylardim. Anaqa almas to'lab turib ochiladimi deb o'yladim. 20-30 ta almas to'lab turib karta saqlanib o'ynashadi-ku, ko'plar shunaqa qiladimi deb o'yladim. Yo'q ekan. Tekin ekan anaqada. Magic Chess ekan. Umuman mashhur bo'lmadi tashdi. Men bashi mashhur bo'ladi deb o'yladim. Juda mashhur bo'lgani yo'q. O'ldim hozir. Voy, yaxshi. Bulan odam ham farqi yo'q ekan ularga. Qo'yib yuborar ekan.
Go boshlanishga kiramizmi? Hop, nariyadan qutqaraman desam, men bitta yana men bu iflos turibdi bitta. Gazvos. Gaziga bos, gaziga. So'zga. Vay. Otma. Va, o'ldirdi. Chota bu o'ldirar ekan, borib. Boshqa giroylarni o'ldirmasagan, tepada jang qilish menga yoqdi. Qanaqadir mazza ekan, borib. Hamma o'ynab ko'rishini tavsiya qilaman. Vashi ideal o'yin. Vashi mazza. Prima grafikani qaranglar, mazzaligini. Hamma narsa zo'r vashi. Oddiy karta lekin dahshat. So'z bilan ta'riflasa bo'lmaydi. Xokda bu 100 talik yo'q. Xokda buni karta chiqishiga alancha bor. Dahshat ekan, qarochi. Vashi yo'qdi. Temol telefonda men buni kompyuterdan o'ynaladimi deb o'yladim. Telefonda bemalol o'ynasanglar bo'ladi buni. Qaydash qiynaganda fatsal. O'ynash sal-pal qiyin. Aqalli hozir dahshat bo'lib qo'yadi. Minus. Qoch. Yaxshi, yarmdan ekan. O'z to'larmikin, o'mikan ko'raylikchi. Yo'q, to'lmasin. O, dahshat shu. Qoch. Yomon qochib qo'yadi o'zi ham bu. Mazza o'ynagan. Qaranglar, ham tez tugaydi. O'sha 5-minut hamma bajlanlar san'atda. Balkim endi o'ynaganimda shunaqa bo'layotgandir. Men bog'lagan temishdan bo'ladi. Endi o'ynayotganlarda tez tugaydi. Karta tez tugaydi. Balkim shunaqa bo'layotgandir hozir ham. O'ldirib qo'yadi menimcha. Bo'ldi minusdan. Qarochi vashi imba. Dahshat. Hamma o'ynashini maqsad qilaman. Biroq men bog'lagan o'ynaydiganlar hammasi o'ynasin, ularga yoqadi. Men o'zim bir 3-4 yildan beri men bog'lagan o'ynayman. 2000 tadan oshiq katka bor. Lekin endi zo'rg'a men Mifga chiqdim. Mifda 4 yulduzcha normal yo'qotib yotibman. 2000 MMR edi. Kechami 2100 MMR edi. Uje 1900 ga tushdim. Dahshat. Mifga ham qiyin, sekin o'rganib endi. Liamort o'ynab, chunki hozirda vampirizm bor, sizlarga tavsiya beradigan giroy. Mifgacha tez chiqmoqchi bo'lsanglar, Liamort o'ynanglar. Mifdan keyin 10 ta chip qizib turib, yana Liamort o'ynab ketsanglar bo'ladi. Chunki Mifda Liamortda qochib o'ynash kerak. Maksimal qochib. Shunaqa gaplar. Bugungi videoyimiz shulardan iborat bo'ldi. Sizlarga maroqli o'yin tilab qolaman. Bu videoni ko'pdan ko'radimi yo'qmi bilmayman. Hammasi shu bo'ldi. Hammaga xayr.